Kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql chirog'i va tafakkur manbaidir. Kitob fikrlash quroli, xazinalar kaliti bo'lgani uchun ham xalqimiz uni nonday aziz, mo'tabar va muqaddas deb hisoblagan. Shuning uchun kitobga muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Kitob bu oftob, u bilimlar sarchashmasidir. Kitobni inson tafakkurining qanotlariga o'xshatishgan, zero tafakkur fikr doirasi keng ma'rifatli kishilar jamiyatining chinakam boyligidir. Ayniqsa hayotda ro'y berib turadigan ayrim noxushliklar ildizi esa ma'rifatsizlik, kitob o'qimaslikning achchiq mevasi. Temirni zang kemirganidek odamni ham ma'naviyatsizlik mo'rt qiladi. Ma'naviyat esa insonga kitob o'qish orqali yuqadi. Binobarin kitob hamisha ilm, ma'rifat, odob va axloq manbai bo'lib kelgan. Bugungi kunda yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ham kitobdan ko'ra qadrliroq vosita yo'q. Shu sabab mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga davlat siyosati darajasida qaralmoqda. Yoshlarning kitobga bo'lgan mehrini oshirish maqsadida turli tanlovlarning o'tkazilishi ham buning yorqin misoli. Buxoroda esa mana 10 yildirki aholiga ziyo ulashib kelayotgan bir maskan bor. Bu Buxoro kitob olami. Joriy yilda uning ish boshlaganiga 10 yil to'ldi. Shu munosabat bilan kitob olami yana bir yangi bo'lim bilan boyitildi. Azaldan sharq, axloq, odob, tarbiyani muhim bir manba sifatida, muhim bir madaniyatning, ma'rifatning, ma'naviyatning bir chashmasi sifatida biladi. Shuning uchun ham mana bugun kitob Buxoro kitob olamining ochilganligiga 10 yil kelishi munosabati bilan yana bugun yangi bir bo'lim axloq, odob, ma'naviyat va qadriyatlarimizga bag'ishlangan kitoblar bo'limining ochilishi ham o'ziga xos bir ramziy ma'noga ega. Mana 10 yildirki Buxoro kitob olami shahrimizning toq markazida joylashgan va mana shu shahrimizdagi eng sara kitob do'konlaridan va arzon kitob do'konlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shaxsan men o'zim, oila a'zolarimiz, shogirdlarimiz, jamoamiz kitob olamiga albatta biz intiqlik bilan doimiy ravishda qatnashib turamiz. Yangi bo'limda asosan ma'naviy dunyoqarashni boyitishga xizmat qiluvchi badiiy ilmiy asarlar o'rin olgan bo'lib, bu yerda mahalliy va jahon nashriyotlarida chop etilgan shu mavzudagi kitoblar, to'plamlar, qo'llanmalarni topish mumkin. Kitob olami, kitob do'konimizda yana bir yangi burchagi ochilayotganligi, bu hozirgi bizning yoshlarni kitobga bo'lgan talabini qondirishga, ularni ma'naviy yuksalishiga sababchi bo'lishiga yana bir turtki deb hisoblayman. Bunaqa tadbirkorlarimiz, bunaqa imkoniyatlari bor insonlarimiz tomonidan yoshlarimizda ma'naviy yuksalish yo'lida olib borayotgan sa'y-harakatlariga omadlar tilaymiz. Men o'ylaymanki, bu hali shu bilan yakunlanmaydi. Bizni hali har bir tumanda, har bir mahallada shunga o'xshash kitob do'konlari va shunga o'xshash ma'naviyat tarqatuvchi, ziyo tarqatuvchi maskanlarimiz yana ham ko'payadi degan umiddaman. Toshkentdan Buxoro sharifga shu kitob do'koni ochilishiga yetib keldik. Umuman ta'limga oid, ilmga oid nimaiki makon, joy ochilar ekan, doim qo'llab-quvvatlashga tayyormiz butun jamoamiz bilan. Hozir kelib Buxoroda mana shunday bir katta kitob do'koni borligini ko'rib aqlim shoshdi. Valahontor Buxoriy Hazrat ustozimiz suhbatlashib turganimizda O'zbekiston bo'yicha eng katta kitob do'koni markazlaridan biri deb aytayaptilar. Bu Buxoro ahli uchun juda katta ne'mat deb bilaman. Ilm albatta yonida amali va ixlosi bilan bo'lishi kerak. Va mana shu bizni Buxoro sharifda butun dunyoga dars bergan ulamolar, bobolarimiz uchala masalada ham butun dunyoga ustoz bo'lishgan. Biz ularga munosib shogird bo'lishimiz kerak va albatta ilm bilan bo'ladi. Yangi bo'limning tantanali ochilish marosimi ham buxoroliklar uchun yana bir bayramga aylandi. Unda kitobsevar buxoroliklar, yozuvchi va shoirlar, adabiyotshunos olimlar, she'riyat ixlosmandlari, diniy qo'mita vakillari ishtirok etishdi. Tadbirda ta'kidlanganidek, kitob olami buxoroliklarga ma'rifat ulashish, viloyatda kitobxonlikni rivojlantirishga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Yangi bo'lim esa har bir buxorolikning kitob javonini yangi kitoblar bilan boyitishga xizmat qiladi. Mehmonlar bo'lim faoliyati va bu yerda sotuvga chiqarilgan yangi kitoblar bilan yaqindan tanishdi. Tashkilotchilar buxorolik ma'rifatparvarlarga maxsus sovg'alar ulashishdi.